Audio Jungle. Audio Jungle. Xomenei qat'iy chiqdi. Mudofaa emas, tezkor zarba strategiyasi. Bu yangi bosqichmi? Eron oliy rahbari Mujtabo Xomenei mamlakat armiyasi kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida Eron dengiz floti har qanday tahdidlarga qarshi qat'iy javob berishga tayyor ekanini bildirdi. IRNA agentligi xabariga ko'ra, tabrik matnida Eron qurolli kuchlari, xususan dengiz floti salohiyati yuqori baholanib, mamlakat xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi yangi vazifalar belgilab berilgan. Xomenei o'z murojaatida Eron armiyasining mudofaa qudratini yanada mustahkamlash, zamonaviy texnologiyalar va harbiy imkoniyatlarni kengaytirish zarurligini ta'kidlagan. Bayonotda shuningdek dron va dengiz kuchlarining har qanday dushmanona harakatlarga qarshi tezkor javob qaytarishga tayyor ekani ham qayd etilgan. Amerikaliklar sotqin. Eron Hormuz bo'g'ozini nega yana yopganini sababini aytdi. Eron AQSh tomonidan dengiz blokadasi davom ettirilayotgani sababli Hormuz bo'g'ozi qayta yopilganini e'lon qildi. Bu haqda IRNA xabar bergan. Xatam al-Anbiya markaziy qo'mondonligi rasmiy vakili AQSh tomonidan dengiz blokadasi davom etayotgani munosabati bilan Hormuz bo'g'ozi qayta yopilganini ma'lum qilgan. Eron Islom Respublikasi avval erishilgan kelishuvlarga amal qilgan holda va xayrixohlik ko'rsatib, Hormuz bo'g'ozi orqali cheklangan miqdordagi neft va savdo kemalarini nazorat ostida o'tkazishga rozilik bergandi. Biroq amerikaliklar yana bir bor sotqinlik ko'rsatib, blokada niqobi ostida qaroqchilik va dengiz talonchiligini davom ettirmoqdalar. Shu munosabat bilan Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorat avvalgi holatiga qaytarildi va ushbu strategik suv yo'li Eron qurolli kuchlarining qattiq boshqaruvi va nazorati ostida qolmoqda, deyiladi qo'mondonlik vakili. Markaziy qo'mondonlik vakili shuningdek AQSh Erondan chiqayotgan va Eronga ketayotgan barcha kemalar uchun kema qatnovi erkinligini to'liq tiklamaguncha Hormuz bo'g'ozidagi vaziyat qat'iy nazorat ostida va avvalgi tartibda qolishini ta'kidlagan. AQShning Eronga qarshi urushi yaqin kunlarda qayta boshlanishi mumkin. Axios nashrining AQSh rasmiylariga tayanib xabar berishicha, AQSh prezidenti Donald Trump shanba kuni Oq uyda Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyat hamda Eron bilan davom etayotgan muzokaralarga bag'ishlangan maxsus yig'ilish o'tkazgan. Manbalarga ko'ra, Eron bilan bog'liq vaziyat muhim bosqichga yetgan bo'lib, amaldagi sulh kelishuvi 3 kun ichida yakunlanishi kutilmoqda. Shu bilan birga AQSh va Eron delegatsiyalari o'rtasidagi navbatdagi uchrashuv sanasi hozircha rasman belgilanmagan. Nashrning qayd etishicha, Eronning Hormuz bo'g'ozini yana yopishi hamda ayrim kemalarga hujumlar sodir bo'lgani haqidagi xabarlar Trampning yaqin 1-2 kun ichida kelishuvga erishish mumkin degan bayonotidan ko'p o'tmay paydo bo'lgan. AQShning yuqori martabali rasmiysi so'zlariga ko'ra, agar qisqa muddat ichida muzokaralarda siljish bo'lmasa, harbiy harakatlar yaqin kunlarda qayta boshlanishi mumkin. Erdo'g'an ochiq aytdi, mintaqada xavfli ssenariylar paydo bo'lmoqda. Bu urush kengayishining boshlanishimi? Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Antalya diplomatik forumi doirasida Iroq kurd mintaqasi rahbari Nechirvan Barzani bilan uchrashuv o'tkazdi. Turkiya prezident ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, muzokaralar davomida tomonlar mintaqadagi so'nggi siyosiy va xavfsizlik vaziyatini batafsil muhokama qilgan. Erdo'g'an Eronga qarshi amalga oshirilayotgan hujumlar oqibatida yuzaga kelgan keskinlik butun mintaqaga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Turkiya urushni to'liq to'xtatish va barqaror tinchlik muhitini yaratish maqsadida diplomatik sa'y-harakatlarni kuchaytirmoqda. Turkiya rahbari shuningdek, Eron atrofidagi vaziyat fonida ilgari surilayotgan separatistik ssenariylar hech bir tomon manfaatiga xizmat qilmasligini qayd etdi. Bundan tashqari, Erdo'g'an Hormuz bo'g'ozi atrofidagi voqealar neft ta'minoti yo'llarini diversifikatsiya qilish zaruratini yana bir bor ko'rsatganini aytgan. Shu munosabat bilan u taraqqiyot yo'li loyihasining strategik ahamiyatini alohida ta'kidlagan. Tramp Kubaga nisbatan yangi siyosiy qadamlar haqida gapirdi. AQSh prezidenti Donald Trump Kubada yaqin orada yangi tong boshlanishi mumkinligini aytib, mamlakatga nisbatan ehtimoliy operatsiyaga ishora qildi. Trampning ta'kidlashicha, kubaliklar o'nlab yillar davomida kutilgan o'zgarishlar arafasida turibdi. U AQSh zarur hollarda mamlakatga aralashishini bildirib, bu jarayon Kuba xalqiga uzoq kutilgan erkinlik olib kelishi mumkinligini qayd etdi. AQSh rahbari chiqishi davomida o'zini tinchlikparvar sifatida ta'riflab, mamlakat uning hokimiyatga kelishidan avval zaiflashganini, hozir esa bu qarashlar o'zgarganini urg'uladi. Shuningdek, u ilgari 8 ta urushni yakunlaganini ham eslatib o'tdi. Ayni vaqtda Trampning Kubaga oid bunday bayonotlari ilk bor yangrayotgani yo'q. Defense Express nashrining yozishicha, orolda ehtimoliy tahdidlarga qarshi mudofaa tayyorgarligi kuchaytirilgan.